Bundan oldingi Honjini ololmadim deb xafa bo'layotgan akalarimiz uchun undan ham arzoni kelib qoldi-yu. Tirikchiligiga juda ham ideal variant 2024 8-oy ishlab chiqarilgan ekan. Bor yo'g'i 80 ming yurgan. Bunga 80 ming ishlamamasda yana ancha yursangiz bo'ladi. Kuzupida ozgina o'tib-o'tida kraskalari bor. Video davomida ko'rsatib ketamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu o'ng taraf krilo bilan eshikda nomiga unaqa chizilgan bor. Mana shu orqa krilo bilan eshikda ozgina pitno tushgan joyi bor. Mana shu yerda oldingi urilgan holatini videosi ham bor ekan, egalari ko'rsataman deyaptilar. Bu yoq taraf orqasida ham mana shu kichkina joyda pitno sepilgan joyi bor ekan. Balonlarning holatini ko'rsanglar bo'ladi. Oldi orqa перекидка qilsanglar, orqaning holati undan ham zo'r ekan. Tonirovka ruxsatnomasiga 4 oy vaqt bor ekan. Mashinaning orqasi kengligi yoqadi. Saloni hamma narsa zavod bo'lib turibdi. Bitta ximchiga qilsanglar toza bo'ladi. O'zimiz uchun batareya holatlarini tekshirib oldi, 90% ko'rsatdi. Undan tashqari egalari texnik holatini ham zo'r deb aytayaptilar. O'zingizlarning ustingizga bemalol tekshirtirib olsanglar bo'ladi. Mashinaning umumiy holatini ko'rdinglar. Shunaqa mashinalarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Narxiga keladigan bo'lsa 14300 ga baraka qilsanglar bo'ladi. Bu oxirgi kelishilgan narxi. Pastda egalarning nomerini qoldirdim, aloqaga chiqib ko'rasizlar.